O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonova haqida shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Yulduz Usmonova va hamkasblari o'rtasidagi eng shov-shuvli mojarolar. Birinchi, Rayhon G'aniyeva bilan sovuq munosabatda. Yulduz Usmonova bir necha intervyusida Rayhonning ijodini tanqid qilgan. U sahnada chiroy emas, ovoz gapiradi degan tanbeh bilan Rayhonni ishora qilgan. Rayhon esa bu gaplarga javob bermaslikni ma'qul ko'rgan, ammo bu ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'lganda. Qizi Nilufar Usmonova bilan ijodiy qarama-qarshiliklar. Nilufar Usmonova bir necha yillar davomida onasidan mustaqil ijod qilishga uringan. Ayrim muxlislar ular orasida ijodiy bellashuv bor deb taxmin qilishgan. Yulduz Usmonova esa qizimning mening izimdan ketmoqchi emas, uning o'z yo'li bor va o'z yo'lini topsin degan. Ozodbek Nazarbekov bilan salqin munosabatlar. Har ikkalasi ham katta yulduz, lekin birgalikda chiqishlar deyarli yo'q. Yulduz Usmonova bir safar intervyusida shunday deganda: "Men toza ijod qilishni bilaman. Mening har bir so'zim xalq uchun. Ba'zilar faqat lavozim uchun kurashadi." Bu gaplar Ozodbekka nisbatan ishora ekanligini ko'p muxlislar payqashgan. Yosh xonandalarga tanqidlar. Yulduz Usmonova oxirgi yillarda ko'p yosh xonandalarni ovozsiz, sahnada faqat tashqi ko'rinishga ishonadi deya tanqid qilgan. Bu tanqidlar esa ba'zi yosh yulduzlar tomonidan qarshi qabul qilingan. Yulduz Usmonova doim o'z so'zini erkin aytgan, tanqidlardan qaytmagan va haqiqatni gapirishni tanlagan san'atkor. Shuning uchun ham u faqat ovoz bilan emas, balki jasorat bilan ham mashhurdir. Yulduz Usmonova haqida yana nimalarni bilishni xohlaysiz? Bu haqda kommentariyada izoh qoldiring. Biz bu haqda sizga batafsil videorolik tayyorlab taqdim etib borishda davom etamiz. O'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling va bizni kuzatishda davom eting. Mashhurlarimiz yanada ko'paysin va xalq uchun xizmatda davom etishsin. Barchalariga ijodlarida omad tilab qolamiz. Biz ulardan faqatgina yaxshi kuy va navolarni kutib qolamiz.